O'g'il bolaga erkaklikni ona o'rgatadi. Qiz bolaga ayollikni ota o'rgatadi. Qiz bolaga ota qancha mehr ko'rsatsa, qancha erkalasa, "Sen eng go'zalisan" desa, u shuncha noziklashadi. Chunki bunday qiz boshqa erkakning mehriga muhtoj bo'lmaydi. U biladi, uni hammadan ko'proq sevadigan, himoya qiladigan bitta odam otasi bor. Ammo ota qiziga mehr bermasa, e'tibor bermasa, uni tinglamasa, u mehrni ko'chadan izlaydi. Agar ko'chada bir erkak unga chiroylisan, maftunkorsan desa, shu gapning quliga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun ham qiz bolani qanday ayol bo'lib ulg'ayishi otasiga bog'liq. O'g'il bola qanday erkak bo'lishi esa onaga bog'liq. Chunki ona erkak qanday bo'lishligi kerakligini juda yaxshi his qiladi va oila shunday muvozanatda mustahkam bo'ladi. Ota qiziga mehrini ayasa, o'sha mehrni boshqa erkak beradi. Agar ona o'g'lini tinglamasa, u eshitilmaydigan erkakka aylanadi.